Ma'naviyat va burch tarbiyasi. Rejalarimiz ma'naviyat tushunchasi va uning shaxs kamolotidagi o'rni. Ikkinchi rejamiz burch tarbiyasining mazmuni va asosiy yo'nalishlari. Uchinchi rejamiz ma'naviyat va burch tarbiyasining o'zaro bog'liqligi va to'rtinchi rejamiz yuksak ma'naviyatli va burchini biladigan shaxsni tarbiyalashning amaliy yo'llari. Endi ma'naviyat so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu insonning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari, vatanparvarlik tuyg'usi, qadriyat va e'tiqodlarning majmuiga. Ma'naviy jihatdan yetuk inson halol, vijdonli, mehribon, adolatli va boshqalarga hurmat bilan munosabat qiladigan shaxsdir. Burch tarbiyasi esa insonning o'z oilasi, jamiyati, vatani va kasbi oldidagi mas'uliyatni his etishga o'rgatadigan jarayon. Burchni his qilgan shaxs jamiyatda faol, intizomli, mas'uliyatli bo'ladi. Ma'naviyat va burch tarbiyasining asosiy maqsadi insonda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish, halollik, vijdonlilik, odillik, mas'uliyat kabi sifatlarni mustahkamlash, vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmatni oshirish. Jamiyatda faol, ongli, o'z burchini biladigan shaxsni tarbiyalash hisoblanadi. Endi tarbiyaning bir nechta turlari mavjud. Bundan birinchisi axloqiy tarbiya. Bu odob axloq qoidalariga amal qilish, yaxshi xulq-atvorni rivojlantirish hisoblanadi. Ikkinchisi vatanparvarlik tarbiyasi. Bu yurtga muhabbat, milliy boylikni asrash, el-yurt uchun xizmat qilishga intilish hisoblanadi. Uchinchisi ijtimoiy mas'uliyat. Bu oilaga, o'qishga, kasbga, jamiyatga nisbatan javobgarlikni his qilish hisoblanadi. Endi ma'naviyat va burch tarbiyasining ahamiyati. O'quvchi yoki shaxsning dunyoqarashi kengayadi, o'ziga va boshqalarga hurmat kuchayadi, jamiyatda tartib-intizom mustahkamlanadi, yaxshi xulq, mas'uliyat, halollik kabi sifatlar shakllanadi. Kelajak avlodning komil, yetuk va faol bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ma'naviyatga quyidagicha ta'rif bergan. Ma'naviyat insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon e'tiqodini butun qiladigan, vijdonni uyg'otadigan beqiyos kuch. Uning barcha qarashlarining mezonidir deb aytib o'tgan. Ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning unutilmas, tugamas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning burchimiz, vazifamiz, balki muqaddas burchimizdir. Shavkat Mirziyoyev so'zi. Ma'naviyat va burch tarbiyasi har bir insonning kamoloti asosiy uchun ma'naviyat jihatdan boy, o'z burchini chin dildan ado etadigan shaxs jamiyat taraqqiyoti uchun muhim kuch hisoblanadi. Shu bois ta'lim muassasalarida, oilada va jamoada mazkur tarbiya yo'nalishiga alohida e'tibor berish zarur. Endi ma'naviyat va burch tarbiyasining o'zaro bog'liqligi. Ma'naviyatli shaxs burchini yaxshi bajara oladi. Burchini anglagan shaxs esa ma'naviyat jihatidan yetilishni davom ettiradi. Bu ikki tushuncha bir-birini to'ldiradi. Agar insonda ma'naviyat bo'lsa, u o'z burchini bajarishga intiladi. Agar burchini kuchli bo'lsa, u ma'naviyatni boyitadi. Shu sababli tarbiya jarayonida ikkala yo'nalish birgalikda olib boriladi. Ma'naviyat va burch tarbiyasini shakllantirish yo'llari. Milliy qadriyatlarni o'rgatish, axloqiy suhbat va munozaralarni tashkil etish, kitobxonlikni rivojlantirish, ijtimoiy ishlar va jamiyatga faol qatnashish, oilada mehr-muhabbat va hurmat muhitini yaratish hisoblanadi. Ma'naviyat va burch tarbiyasi komil insonni shakllantiruvchi eng muhim yo'nalishdir. Bunday tarbiya orqali shaxs nafaqat bilimli, balki halol, vatanparvar, mas'uliyatli, odobli va jamiyatga foydali inson bo'lib yetishadi. E'tiboringiz uchun rahmat.